Yomon tortyapti jigarlar. 5,5 kilo? Ha, 5,5 kilo. En kattasini oldik. Ko'rardim, bu kesildi. Haqiqiy ovchilar gap yo'q. Aromogam chiqqan. Shunday chizigi chiqdi, ha, hojat. Ovol kun chiqqan ekan. Gap yo'q. Arku o'shandaki shekilli bo'lib qoldi. Yashani. Arku ovdim. Yashani. Haqiqiy ovchilar jigarlar. Zontilarga e'tibor bering, zontilarni. Bursta, deydigan burlar. Zontilar. Qarang, u nari zontilarni ko'rsatib. Buru zontilar, ular. Zontilar manzarasini qarang, jigarlar. Zontilar. Oho. Bu qarmoqlarni ko'rib baliqlar uzr so'radi-ku, uzr akalar adashib kelib qolmiz deb uzr so'radi. Sog' bo'lasizlar deb qo'yadi. Ya baliqxonaga kelmabsizlar. Bu dunyoga kelmabsizlar jigarlar. Vashi gashti borda. Oqibat zo'r baliqxonada, oqibat. Gap yo'qmi? Ana qat. Xizmatlar ham joyida. Kofe, mofe, hamma narsa bor. Jigarlar bugun 1 tonna baliq tutilibdi, kelaverasizlar. Ya 1 tonna baliq tashalibdi deganim. Yarım tonnasi tutildimi? Yarim tonnasini tutib, haqiqiy asla kipti-da. O'rta Osiyo bo'yicha. Zo'rlar. Gap bo'lishi mumkin emas, jigarlar keraklar. Mana manzaraga qarang edi. Bu tabiatni nimasiga hech narsa yetmadi. Namangan yangi Xitoy. Moshinaga qarang edi. Yo'ng'ir bo'lsa bo'yinli to'yib yotibdi-da. Gap yo'qmi?